Elimiz ardog'idagi san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Nazimov. Dunyoda qarang, yer yuzida 5 ta sarkarda tan olingan ekan. Zo'r deb. Napoleon, Sa'd Iskandariy ikkita ketdimi? 3 ta so'z berdi. Sohibqiron Hazrat Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Akbar Shoh. Otaturk aytgan ekan, qarang. Men agar Amir Temurning otani yuganini qo'lim bilan shunday bitta ushlaganimda dunyoda o'zimni eng baxtli inson deb his qilardim degan ekan Otaturk. Javoharlar nerib etgan ekan, qarang. O'zbekistonga bordim. Lekin Andijonga bora olmadim-da. Nimaga bunaqa deyapsiz? Bobur tug'ilgan tuproqqa sajda qilmoqchi edim degan ekan. Qanaqa ota-bobolarimiz o'tgan? Biz kimga o'xshashimiz kerak? Nima uchun g'arbdan o'rganishimiz kerak? Tizzasi yirtov shim kiyadiganlardan nima o'rganasiz?